Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ilm kanalida Ali. Bugungi mavzumiz quyosh to'g'risida. Kechasi nur sochadigan yulduzlar va kunduzi olamni munavvar etadigan quyosh bir xil ekaniga ishonish qiyin. Quyosh ham yerga eng yaqin bo'lgan bir yulduzdir. Yerdagi hayot quyoshga bog'liq ekanini hammamiz yaxshi bilamiz. Quyosh nuri taftisiz yerda hayot vujudga kelmas edi. Quyosh nuri taftisiz o'simliklar ham, hayvonlar ham, odamlar ham bo'lmas edi. Quyosh diametri, kundalang o'lchami 1,400,000 kilometrlik yulduzdir. Bu ko'rsatkich yerning diametridan 109 marta katta. Quyosh bilan yer o'rtasidagi masofa 150 million kilometrdir. Quyoshning massasi yernikidan 1,300,000 marta og'irdir. Lekin qizig'i shundaki, quyosh yer singari qattiq jism emas. Buni isbot qilish oson. Quyosh yuzasidagi temperatura Selsiy shkalasi bo'yicha 6000 darajaga yetadi. Bunday issiqlikda har qanday metal yoki tosh gazga aylanib ketadi. Shuning uchun quyoshning tarkibi gazdan iborat. Ilgari olimlar quyosh nuri, ya'ni tafti yonish natijasida paydo bo'ladi deb hisoblashar edi. Ammo quyosh yuzasi 100 million yillardan beri haddan tashqari issiq bo'lib kelayotgani inobatga olinsa, hech narsa bu qadar uzoq yonmasligi ma'lum bo'ladi. Bugungi kunda olimlar quyosh atom bombasidagi kabi holatda issiqlik ajratib chiqaradi degan xulosaga kelishdi. Quyosh materiyani energiya quvvatga aylantirib beradi. Bu jarayon yonishdan farq qiladi. Yonish vaqtida materiya bir holatdan ikkinchi bir holatga o'tadi. Katta miqdordagi energiyani hosil qilish uchun juda oz miqdordagi materiya kifoya qiladi. 28 gram materiya ajratib chiqaradigan energiya 1 million tonnadan oshiq tog' jinslarini eritish uchun yetarlidir. Agar fanning fikri to'g'ri bo'lsa, quyosh materiyaning energiyaga aylanish jarayonini doimiy bo'lgani uchun ham nur sochadi. Quyosh massasining 1%gina u 150 milliard yil davomida hozirgiday issiq bo'lib turishi uchun yetadi. Baribir quyosh ko'rinib turadigan yulduzlar ichida eng kattasi emas. Hisob-kitoblarga qaraganda o'ta katta yulduz bu Betelgeyzedir. Uning diametri quyoshnikidan 850 barobar kattadir. Vaholanki, astronomlarning fikricha u ham eng katta yulduz emas. Quyoshga nisbatan kichikroq yulduzlar ular mittivoylar deb ataladi. Eng kichik yulduzlar esa oq mittivoylardir. Ushbu video lavhada tomosha qilib turgan kadrlarimiz bular kompyuter yordamida yaratilgan kadrlar emas, balki samoda maxsus astronomik texnologiyalar yordamida yozib olingan haqiqiy video lavhalardir.